xabarlar. Kelmana şair bu atlas mıdır? Kelmana şair bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarixi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarixi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Şair bu atlas mıdır? Kelmana şair bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Kelmana şair bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Şair bu atlas mıdır? Kelmana şair bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Atlasga mosmasmidir? Yulduzcha qizaloqlarimiz. Yulduzcha dastasi. Qani buyoqqa Shirinligini qarang Dilsopa. Qani zo'r qilib yoqdimi? Zo'r ekanmi? O'zim o'rgilib. Yana kelasizlarmi? Bizga ham raqsinglar juda ham yoqdi. Barakalla. Aziz tomoshabinlar, bilasiz, Zo'r TV imkoniyatlar kanali. Har doim Zo'r TV yosh ijodkorlarning ichidan, bolalarning ichidan juda ko'plab iste'dodlarni qo'llab-quvvatlab kashf qiladi. Yaqinda Zo'r TVda yana bir loyiha, yangi loyiha boshlangan. Xabaringlar bor. Ya'ni mashhur ovoz loyihasi, aynan bolalar loyihasi boshlangan. Hozir e'tiboringizga ovoz bolalar loyihasi haqidagi lavhani havola etmoqchimiz. Ovoz Kids. Ha.